jonimga ham tegib ketman. Qachongacha cho'qqa qut qilaman. Bir issiqna oshxonacham bo'lsam meni ham. Men qara qistamaqani poyladaman. Qistamma qachon? Nima bag'ir bu chuqi bir-biring. Salla jonimga ham tegding. Nima gap kelin? Tez boring, ishingizga tergan. Tuva qildim. To'g'rilama. Men buni ham taxlaqam. Men qachongacha ko'rpachaga yotaman. Kelin bo'lib tushganimga 10 yil bo'ldi. Men ham bir odamlarga o'xshab bir spalin ustiga mazza qilib yotam. Belim Onangiz yotganmi spalnida kelin? Yo dadangiz yotganmi spalnida? Ota bobomiz ko'rpachada katta bo'lgan, ha? Ota yotdimi sen? Men yana mazisingga gapiring. Ha kelin nerim buzasanlar. Bor narsaga shukr qilishni ham bilinglar bir, hay. Odamlar yerda yotib o'tiribdi Afrikada. Alo. Ha, Nargizaxon yaxshimisiz? Menga qarang, men butun kechqurundan boraman. Qarang dada. Keyin gaplashamiz, ha? Menga qarang, sizga shu to'y bo'lmasdan oldin aytadim. Dada, u ya spalni olayli. Ana shu sigir olmang dedim men sizga. Shu sigir bilan spalni oldingiz, anangdan o bilan urush har kuni. Nima qilayman hozir? Men senga spalni qayerdan olaman hozir? Mana Jo'rayz magazindan borib oling Aksodan. Bormi qay narsalar? Ha, ana o sigir sotasizmi endi bilma, o'zingiz olib. Bor, sen ishingga ayt, o'zim topaman men. Akso shumi deyman? Shersaxi bozor yonidagi akso shuda. Ye, assalomu alaykum. Keling tog'a, yaxshimisiz? Nima qidirdingiz? Shu kuxni garniturchalar ko'radi. Mana tog'a, imilni siz uchun yasatilgan bu uyingizni olib borib, etib qurib berish hammasi mutlaq bepul. Rahmat. Menga qarang, meni uyim ichi kattaroq, shu razmerda ham bormi? Xohlagan razmeringizda yasab beramiz. Yasab ham berasiz. Ha, bo'ldi, o'zi kelin ko'pdan men kuxni dedi, bo'ldi bitta olamiz. Menga qarang, spalni ham bor. Bor tog'ajon, keling, yuring. Mana tog'ajon, bizlar aksiya do'konimizda 30 xil turdagi spalnilarimiz bor. Tog'ajon, bittasida yotasiz-ku, qayta umuman turasiz keyin. Menga qarang, unday kasdan berma lekin. Chunki kelin yotadi keyin turmay ishlar, mollarga qaramasligi mumkin. Normalisidan bering menga. Yuring. Menga qarang, ana uka, oldin aksiyada bir chegirmalar bo'lib to'g'ri bo'lmaydimi? Bor tog'ajon, har hafta hamyonbop kunlar bo'ladi. U qanday kuni? Haftani juma, shanba, yakshanba kuni ba'zi bir narsalarimiz hamyonbop narxlar qo'yganmiz. Ha, bo'lmasa men yakshanba kun kelaman, hamyonbop narxda narsalar sotib olaman. Sotib olaman. Sog' bo'ling degan. Ketamiz. Xo'p.